Uzul PHP dərsiga 23-cü qism PHP'dəki xatalıq uçuru. PHP'dəki xatalıqni hal qilish torbat proqramı tuzishga boshlagandan boshlab xatolıq bayqash va hal qilish proqram tuzishning ayrilmas bir qismi bo'lib qoldi. Shunga bu torbat programmasininki texnik mukammallashish va murakkablashishiga ergishib, buningdagi xatoliklarni uzluksiz hal qilib menishimiz to'g'ri keldi. Agar biz tuzgan programning xatolik tekshirish qismi bo'lmasa, tuzgan program iqtidori ojiz bo'lib qolmasdan bexatarlikmi kafolat qilib bo'lmaydi. Xatolik tekshirishning tuvandagidek uch xil usuli bor. Oddiy bo'lgan usul doy jumlasi ishlatish, aniki xatolik va xatolik sezgichni belgilash, buningga trigger error funksiyasini ishlatamiz. Aniki xatolik doklati berish. Biz meyada oddiy bo'lgan doy jumlasi ishlatishni ko'rib bo'lsak, masalan meyada mavjudni ichib o'qigan vaqtimizda mavjud agar mavjud mavjud bo'lmasa, u vaqtda bu vaqtdagi bizga berilgan xatolik uchuri maxlalat uchur bo'ladi. Agar doy jumlasini ishlatsak, mavjud tepilmadi deb meyada mavjudni o'qiyolmaganlik buyruqini maxlalatda belgilab, doy jumlasida xatolik eskartish uchurini ko'rsatmasini deb belgiladik. Agar bu hujjatning ichilishi normal bo'lgan vaqtda undaqda if open jumlasi orqali welcome to text degan hujjatni o'qidi deb maxlalatda doy jumlasini ishlatamiz.